Rossiyada yurgan o'zbek va tojiklarimiz diqqatiga azizlar, sizlar uchun zo'r yangiligim bor. Novosibirskda 31-oktyabr va 1-2 noyabrlarda biznes uchrashuvlarimiz bo'lib o'tadi, albatta o'zbek va tojik tillarida. Mana shu 3 kun davomida Moskvadan bizani ustozlarimiz kelib 3 kun sizlarga biznes sirlarini o'rgatishadi. Bunaqasi bo'lmagan azizlar. Novosibirskda hozir bizani biznes partnyorlarimiz bor. Mana shu qisqa vaqt ichida bir pasda eng zo'r distributor nominatsiyalarni qo'lga kiritishdi. Yaqinda xudo xohlasa bepul sayohatlarni qo'lga kiritishib, direktorlik, menejerlik statuslarini qisqa vaqt ichida ochish niyatlari bor. Albatta, mana shunaqa biznesmenlar qatorida bo'lishni xohlasangiz, 3 kun fursatni boy bermay biznes uchrashuvlarimizga qatnashing. Bu yerda sizga 3 kun biznes haqida to'liq ma'lumot beriladi. Nimadan ishni boshlash kerak? Qanday qilib 1-millionni ishlash mumkin? Qiyinchilikka qanday qilib dosh berib bu yo'ldan o'tish mumkin? Juda ko'p savollaringizga bizani malakali ustozlarimiz javob berishadi. Manzil va telefon raqamlarini qoldiramiz. Albatta murojaat qiling. O'sha kuni siz o'zingiz uchun eng zo'r kun yaratasiz va xulosa chiqarasiz. Azizlarim, bir kunni o'zingiz uchun ajrating va mana shu kun biznesmenlar bilan birga bo'ling.